Endi viloyatliklar Toshkentga borib taksi qila olmaydi. Bu propiska degan yoki boshqacha buzuq amaliyot qaytganidan darakmi? Hamma o'zini viloyatida taksi qiladigan jarayonga ham yetib kelamiz. Hozir bitta akamiz litsenziya olib keldi. Mashinasining nomeri 01, lekin Qoraqalpog'istonlik. Akamiz aytayotdiki, yagona darchaga borgan paytda agar sizning mashinangiz 01 bo'lmaganda, biz sizga litsenziya bermagan bo'lardik. Hamma o'zini viloyatida taksida ishlaydi degan qaror chiqibdi. Xullas, ko'pchiligi hozir litsenziya olamiz, siz atmen beryapti. Toshkentda ishlaysiz, atmen beryapti. Agarda kimda kim, misol uchun litsenziya oladigan bo'lsa, hamma o'zini viloyatida ishlaydigan qilyapti. Misol uchun 01 Toshkent nomermi? Toshkent nomerlar Toshkentda ishlaydi, Andijonlar Andijonda, Qoraqalpog'istonlar Qoraqalpog'istonda, Qashqadaryolar Qashqadaryoda. Xuddi shunga o'xshagandagi litsenziyani atkaz qilishyapti. Bu narsaga chora ko'rish kerak, обязательно chora ko'rish kerak, chunki endi hozir Toshkentga kelib haydovchilik qilaman degan haydovchilar endi shunda haydovchilik qila olmas ekan, taksida ishlay olmas ekan, litsenziyani chunki o'tkazmayman deb shunaqa qaror chiqayotgan ekan. Bunga nima deysizlar endi? Aslida bu tartib allaqachon kuchga kirib bo'lgan. Transport vazirligi axborot xizmati rahbari Navro'z Ashurmatovning so'zlariga ko'ra, mazkur qaror o'rnini bosuvchi 2025-yilda chiqqan qarorga ko'ra, haydovchining o'z hududida, ya'ni litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hududda faoliyat olib borishi belgilab qo'yildi. Bu oldindan bo'lgan narsa va allaqachon kuchga kirib bo'lgan deydi. Ushbu holat bo'yicha iqtisodchi Behzod Hoshimov, agar qaysidir faoliyat turi odamlarni kelib chiqishi deb boshqa viloyatlarda qilishga taqiq qo'yilsa, insonlarning konstitutsiyaviy huquqi masalasi ko'tarilishi kerak. O'zbekistonliklar O'zbekiston istalgan hududida yashashga, mehnat qilishga bo'lgan haqlari cheklanmasliklari kerak deb o'ylayman deya fikr bildirgan. Sizningcha bu tartib yana qanday holatlarga sabab bo'ladi?